Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Amerika Qo'shma Shtatlarining saylanib chiqqan prezident nomzodi Donald Trump 20 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan qasam berish marosimida qasam berib, resmi holda Amerika Qo'shma Shtatlarining 47-chi navbatlik prezidenti bo'ldi. Fox xabarlarining 20 yanvardagi xabarda aytilishicha, bexatarlik va favqulodda sovuq havo rayi qatorliq masalalar ko'z tutilib, bu qatimki qasam berish marosimi Amerika Davlat Majlisi ichida o'tkazilgan. Siyosiy, iqtisod va boshqa sohalardan kelgan yuzlagan kattalarning qatnashida o'tkazilgan dag'dug'li qasam berish marosimida Donald Trump qasam berib, Amerika xalqiga yo'llaydigan tunji uchurim shuki, bizning yana bir qatim shijoat, tetiklik va tarixdagi eng ulug' madaniyatning hayot kuchini joriy qildirgan paytimiz keldi degan. Shundaqla o'zining ikkinchi navbatlik prezidentlik davrining Amerika tarixidagi yana bir oltin davr bo'lib qoldiganligini eskartgan. Prezident Donald Trumpning vazifaga o'tirishi Amerika-Xitoy munosabati zo'r darajada yiriklashayotgan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lib, Xitoyning hokim mutlaqlik va diktator asosidagi hukmronlik andisini dunyoga zo'migar bo'lish sherinch uchun qattiq bir zarba deb qaralmoqda. Xabarda aytilishicha, Donald Trump vazifaga o'tiribla bir qator ijroiya buyruqlarini e'lon qilgan bo'lib, buningdagi ko'chmanlar masalasi, chegarada tam so'qish, jinsiyat ayrimi va boshqa masalalar har qaysi axborot vositalarining qiziq suhbat temalaridan bo'lib qolmoqda. Oldingi hafta Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumrat Erkin Angliya parlamenti tashqi ishlar ministrligi tarafidan chaqirilgan diktator davlatlarning chegara halqagan bostirishlar haqidagi yipiq yig'iniga qatnashib, Xitoyning chegara halqagan bostirishlar haqida ma'lumot bergan bo'lib, u bu yig'inni tugatibla Albaniyada o'tkazilgan islom dushmanligiga qarshi harakat qilish temasidagi xalqaro yig'inga qatnashib, Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'ygan. Albaniya sohibxonlik qilgan bu yig'inni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq diniy erkinlik dokladchisi va Angliya Essex Universiteti qonun fakultetining professori Ahmad Shohid tashkillagan bu yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning chegara halqagan bostirish haqida maxsus to'xtalgan. Konferansning umumiy temasi xalqaro islamofobiyani yo'qotish faoliyati desak bo'ldi. Mushu konferansga Dunyo Uyg'ur qurultiyidan men vakil bo'lib bordim. Bu konferansda endi har xil davlatlardan o'xshamagan odamlar, diplomatlar bor bu yerda, hukumat odamlari bor, tashkilotlar bor, muxbirlar bor, ham tadqiqotchilar bor. Mushlarning hammasi bu yerga kelib birlashib islomofobiyani qandoq yo'qotamiz degan temada muzokaralar bo'ldi. Endi mening bu yerga qatnashishimning sababi va mening o'ynagan rolim bu konferansda 3 munozirada men panel nimalarda so'zladim. Birinchisi shu Xitoyning digital chegara halqagan bostirish siyosatini qandoq digital dunyoda qandoq olib boradigan to'g'risida. Ondan sırt yana shu Xitoydan bo'lgan islamofobiya, masalan, davlatning islamofobiyasini qandoq biroq Uyg'urlar bo'lgan islamofobiya qonunlari va bir qaysi siyosatlarni tushuntirish fursatga ega bo'ldim. Bu yerda men ikki parallel yig'inda so'zladim va bir kengaytirilgan plenary session deymiz, kengaytirilgan sahnada hamda cho'ng sahnada chiqib Uyg'urlar to'g'riliq irqiy qirg'inchilik siyosatlari va bizning butunlay diniy erkinligimizni va madaniyatimizni va kimligimizni Xitoy hukumati asta-asta yo'qotayotganligini o'tirib qo'ydim va bu yerdagi bu yig'in qatnashgan butun tadqiqotchilar, diplomatlar, davlat arboblari, parlament a'zolari hammasiga bir chaqiriq qildim. Shu islamofobiya degan temada so'zlashganda yoki muzokaralar bo'lgan chog'da Uyg'ur musulmonlarni unutib qolmasligimiz. Az dunyoda va Uyg'ur musulmonlarning uchrayotgan kunni
tilga olmay turib, biz boshqa yerda bo'layotgan islamofobiya, islomga qarshi harakatlarni to'siyamaymiz degan mesajni berdim. Bu yerda endi xalqaro islom hamkorligining bosh elchilari kelibdi bu yig'inga. Bu fursatda men ularga bu chaqiriqni qildim. Shu bo'libmi musulmon dunyosida musulmonlarning erkinligi to'silayotgan yerlarda gap muzokara bo'lgan chog'da Uyg'ur musulmonlarni hargizmi mushu muzokaradan chiqarib o'tmasligi va ko'ngil berishiga chaqiriq qildim. U yana qilgan so'zida Uyg'urlarning diniy jihatdan eng ig'ir ziyonkashlikka uchrayotganligini alohida ta'kidlab, bundaq yig'inlarda Uyg'ur musulmonlarining asosli tem bo'lishi kerakligini alohida ta'kidlagan. 18 ve 19 yanvar günleri Merkezi Amerika'daki Uyghur Hareket Teşkilatı'nın uyuşturuşu bilen Yaponiya paytaxtı Tokyo'da Uyghur faaliyetçilerini terbiyeleş kursu içildi. Bu qıtımlıq kursda Uyghur faaliyetçilerinin xalqara sorunlarda dünya cemaatçiligiga, hökumetlerge, axbaratlarga ve münasebetlik ammivi teşkilatlarga Şarq Türkistan davasını qandaq anlatışının yolları haqqida maxsus leksiyalar sözlengen. Bu qıtımlıq kursga Yaponiyadagi Uyghur faaliyetçiler iştirak qılgan bulup, kursda ularga Yaponiyaning amaliy ahvolga masalda buning siyosiy atmosferasi, matbuoti qatorli qurilmalarni tushungan holda az odam kuchi bilan yuqori unum yaratish uchun qanday taktikalarni qo'llansa bo'ladi degan temalarda nihoyat qimmatli leksiyalar berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining boshlig'i Ro'shan Abbos xonim bu kursni uyushtirishdagi maqsadi to'g'risida to'xtalib, mundaq dedi. Xalqimiz bugungi kunda tarixda ko'rilib boqmagan eng ig'ir qismatlarni beshidan o'tkazmoqda. Muhojiratga Uyg'urlar bo'lsa, vatan va millatini qutuldirish uchun qo'lidan kelishicha tirishchilik ko'rsatmoqda. Sharq Turkistonning mustaqilligi bizga qachon nasib bo'ladi, biz bilmaymiz. Lekin kurashlarimizni davomlashtirishimiz kerak. Millatimizning ig'ir vaziyatini Uyg'urlar o'zlari turayotgan davlatlarda qanday qilganda unumlik anglatib, utuqlarni qo'lga keltira olamiz. Bularni o'gitish maqsadida ushbu yig'inni uyushtirgan edik. Önümlük bo'ldi deb o'ylayman. 2 kun davom qilgan tarbiyalash kursida Amerikaning sobiq dunyo ayollar ishlari alayda elchisi Kelly Curry xonim, Amerikadagi George Washington Universiteti xalqaro tadqiqot turining direktori, O'rta Osiyo masalalari mutaxassisi professor Sean Roberts, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotiblik vazifasini o'tayotgan O'rkash Davlat apandi, Kanada Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi Mukarram Qurbon xonim va ba'zi jurnalistlar har xil temalarda leksiya so'zlagan. Mukarram Qurbon xonim bu to'g'riliq ma'lumot berib, mundaq dedi: "Bu kursga qatnashgan xonim qizlar, erlar va yoshlar hammasi 2 kunlik kursdan keyin yaxshi naf olganligini ve köp yangi uçurlarga ega bo'lganligini, o'z o'rgangan bu uçurlarni da'vo yo'lda qo'llanganligini aytishdi. Mazkur kursda Kelly Curry xonim hukumat va xalqaro tashkilotlar bilan unumlik aralashib temasida leksiya bergan. U bergan leksiyasida Uyg'ur xonim qizlarining butun dunyoga xo'ja bilan davatgan Xitoy davlati bilan ro'baro kurash qilayotganligini, bu da'voni taxim kuchaytgan holda davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Yaponiyaning Tokyo shahrida o'tkazilgan 2 kunlik kursga yondosh holda Amerikaning Tokyodagi elchixonasida Uyg'ur masalasiga bag'ishlangan hujjatli filmni qo'yish faoliyati o'tkazilgan. Uyg'ur faoliyatchilarini tarbiyalash kursiga qatnashgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining taftishi ve Dünya Uyghur Qurultayı'nın teftişi G'olib Mejit Efendi 18 ve 19 yanvar günleri ötkazilgan tarbiyalash kursida köp yangi ma'lumotlarni o'rganganligini, bu xil kurslarning dunyoning har qaysi joylarida davomli o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Markaziy Amerikadagi Uyg'ur Hareket Teşkilatı 2023-yili 11 ve 12 fevral kunlari Yaponiyaning Tokyo shahridagi Shinjuku mehmonxonasida Uyg'ur xonim qizlarini tarbiyalash kursi o'tkazgan edi. Uyg'ur Hareket Teşkilatı hozirgacha Avstriya, Avstraliya, Kanada, Germaniya, Yaponiya, Gollandiya, Fransiya, Shvetsiya va Turkiya qatorliq 15 davlatda Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi o'tkazgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarda programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.